Hello students, let's start reading part 2 exercise 2. Reading qismining ikkinchi part 2, ya'ni ikkinchi qismidagi ikkinchi mashqimizni boshlaymiz. Bizda reklamalar berilyapti. O'sha reklamalarni matching qilishimiz kerak. A va J variantdagi savollar orqali. Bizda birinchisi danger, falling rocks, no camping near the castle ruins, ya'ni xavfli qulayotgan tog'lar, bu atrofda palatka qurish mumkin emas. A dan J gacha ko'rib chiqamiz. Birinchisi to'g'ri kelmaydi, velosiped haqida gap ketyapti. Ikkinchisi B. It is unsafe for people to sleep in tents here. Mana shu variantimiz to'g'ri keladi. Odamlar uchun xavfli bu yerda palatka qurib uxlash. B variant bo'ladi birinchisiga. Ikkinchisiga don't give any food to wild animals. O'sha hayvonlarga hech qanday oziq-ovqat bermang. Tez variantlardan ko'rib chiqamiz. F varianti to'g'ri keladi. You must not feed animals. Hayvonlarni boqmasligingiz kerak deb taqiq berilyapti. Ikkalasi ham taqiq. To'g'ri javob F ikkinchisiga. Uchinchisi Shilfcock Forest, o'sha o'rmon, no barbecues or fireplace. Go'sht pishirish yoki o'sha olov yoqish mumkin emas deb taqiq qo'yilyapti. Bizda qaysi variantda olov yoqish mumkin emas deb aytyapti. Mana cook. E variant to'g'ri keladi. You must not collect wood to cook food in this place. O'sha bu joyda o'sha ovqat pishirish va mumkin emas deb aytmoqda. Qilmasligingiz kerak deb aytyapti. To'rtinchisiga guided river walks for young people. O'sha yoshlar uchun bir guruhda 10 kishilik bo'ladi deb aytyapti. Bir guruhda 10 kishilik guruh deb aytmoqda. O'sha aylanish joyi daryo bo'ylab. Bizda qaysi variant to'g'ri kelishi mumkin? Variantlardan ko'rib chiqamiz tezda. Bizda J varianti, oxirgi variant to'g'ri keladi. You can see around the river in a small group of no more than 10 children. O'sha 10 guruh, 10 tadan ko'p bo'lmasligi kerak o'sha kichik bir guruhlarda deb aytmoqda. J variant to'g'ri keladi. Beshinchisi Orville playground swings are for children under 10 year old. O'sha 10 yoshdan kichik bo'lgan bolalar uchun o'yingoh deb aytmoqda reklamada. Bizda 10 yoshdan kichik qaysi bor? Mana oxirida D variant to'g'ri kelyapti. You shouldn't play this if you are older than 10 years old. O'sha 10 yoshdan katta bo'lsangiz, siz bu yerda o'ynamasligingiz kerak. Bu variantda ham faqatgina 10 yoshlilar uchun deb aytyapti. 10 yoshdan kichik bo'lgan kishilar uchun deb aytmoqda. Visitors to park walk aytmoqdaki, please use this area for picnics. Ya'ni bu joy faqatgina sayohat, pikniklar uchun foydalanish kerak deb aytmoqda. Bizda piknik degan so'z signal so'z deb olamiz va H variant to'g'ri keladi. You can organize a picnic here. Siz bu yerda faqatgina sayohat, piknik uyushtirishingiz mumkin deb aytmoqda. 6ga H variant to'g'ri keladi. 7-si no swimming in this part of the river. Daryoning bu qismida suzish taqiqlangan. Bizda suzish haqida gap ketyapti. Bizga C variant to'g'ri keladi. C da ham bu yerda cho'milish, suvning ichiga kirish mumkin emas deb aytmoqda. Kirmang deb aytyapti. Oxirgi 8-si Horseshoe Park, no cycling on grass, please stay on path. O'sha park, maysan ustida velosiped haydash mumkin emas, yo'l bo'ylab qo'ying. Bizda birinchi A variant to'g'ri kelyapti. People shouldn't ride their bikes on the green areas here. Ya'ni odamlar bu joyda velosiped, ya'ni yashil hududlarda velosiped haydamasligi kerak deb aytmoqda. Kanalimni kuzatishda davom eting, kanalimga obuna bo'ling. Savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring.